ko'raman-da. To'g'risi aytishganda o'zimni kuchli topolman-da. Atmishini qilib ko'ringlar deyapman. Lekin men bilan atmishini qiladigan bo'lsangiz boru, oyog'ingiz yerga tegmaydi-da, ishoning. Pravaga o'qiyotgan ekansiz. Pravalaringizgacha ham hal qilib beraman. Xohlasangiz 8 ga bitta mashina menda. Xohlasangiz har kuningizni dastavga boradi. Ustiga siz uchun jonim deb bostirib qo'yadi. Xohlagan narsangizni olib berishga qurbim yetadi. O'zi adam aytib o'tirdilar, bitta kuyov topsang, uy bilan mashina mendan deb. Asaloyga borib, xohlagan joyingizga olib bora olaman. Sizni Maldiv orollariga boraman-da, Nuatu faqat o'tga emas, любой joyga olib bora olaman-da, ishonasizmi? Men yaxshi ko'raman-da. To'g'risi aytishganda o'zimni kuchli topolman. Men birinchi aka yosh bola deb o'yladim. Qiziga yozyapti. Qizligini tushundim-ku, lekin Bu qizga nima qilgan ekan bunchalik? to'rtta akasi. Yo'q, aka bu Aka bo'lsa shu достижение qiz anaqa bo'lib ketadi ota-onaga ana. erkak sifatmi? Kelishib ketib qoladi. Yo, buning uchun juda katta bir povod kerak. Bonus doch Assalomu qanday bo'lyapti kuyov bo'ladi. assalomu alaykum. O'zi rozida. Shu qizni adresini aytib yuboringlar. Allavot bir amalga bo'ldi. Uy cho'risi qilib qo'yadi. Kim uyda xo'jayin? Yo'q, men xo'jayin.